Assalomu alaykum, hurmatli muxlislar. Bugun biz Toshkent xalqaro ilmiy tadqiqot jamoati birlashmasining mutaxassis olimlari Mahdum A'zam Kosoniyning so'nggi qo'nimgohlari, so'nggi manzillari bo'lgan Samarqand shahridagi Dahbet manzilgohidamiz. Mahdum A'zam Kosoniy va u kishini avlodlari dafn qilgan dahmalar mana bugun musulmon dunyosining muqaddas ziyoratgohlari sifatida tan olingan. Kuniga yuzlab, minglab insonlar bu yerda ziyorat uchun keladilar. Jumladan biz ham bugun bu yerga tashrif buyurdik. Mahdum A'zam Kosoniy haqida gapirishdan avval asli u kishini bobo kalonlari haqida ma'lumot bersak yanada foydaliroq bo'lar edi. Mahdum A'zam Kosoniy bu kishi Sulton Ilikmoziy va Said Burhoniddin Qilich naslidan bo'ladilar. Umuman Said Burhoniddin Qilich haqida juda ko'p ma'lumotlar bor ilmiy adabiyotlarimizda. Bu kishi Makka Saidlaridan Hazrati Alining avlodlaridan bo'lgan Said Kamoliddin shu o'rta asrlarda 10-asrlarda O'zganiga tashrif buyuradilar. Shunda o'zgan hokimi, o'zgan hukmdori bo'lgan Sulton Ilikmoziy bilan uchrashadilar. U kishi nihoyatda taqvoli zot bo'ladilar. Sulton Ilikmoziy u kishi ma'qul keladi. Said Kamoliddin ma'qul kelib qoladilar va u kishini Sulton Ilikmoziyni Muhaqqat as-Suroh asarida Jamol Qarshi 10-asr oxirlarida yozgan asarida u kishi o'sha qoraxoniylardan bo'lgan Nasr ibn Ali ekanligini yozadilar. U kishini o'g'il farzandlari yo'q, faqat bir dona qiz farzandlari bo'ladi. Nihoyatda e'tiqodli, taqvodor, ajoyib bir bilimli inson bo'lgan Said Kamoliddinga o'zlarining yagona qizlarini turmushga beradilar. Va bu nikohdan Said Burhoniddin dunyoga keladilar va keyinchalik u kishiga Qilich unvoni beriladi. Said Burhoniddin Qilich nomi bilan tarixga muhrlanadilar. Umuman Markaziy Osiyoda Said Burhoniddin Qilich avlodlariga bog'liq ziyoratgohlar anchagina, jumladan xususan hozir biz shu yerda hozir bo'lib turgan Dahbet qishlog'idagi ziyoratgoh ham, Mahdum A'zam ham aynan o'sha Said Burhoniddin Qilichning avlodlaridan hisoblanadilar. Zahirdin Muhammad Boburnoma asarida o'zining ustozi Mavlonay Qozini ismi Abdulloh bu kishini deydi. Otalarining ismi Ahmad deydi. O'sha inson avlodlari butun deydi Farg'ona vodiysida ajdodlari Shayxul Islom va qozi lavozimida ishlaganlar deb aytadi va uni aytadiki, bu Abdulloh deydi ona tomonidan Said Sulton Ilikmoziyga borib taqaladi. Ota tomonidan esa Burhoniddin Qilich naslidandir deb beradi. Burhoniddin Qilichni nasllarining ichida yana bir Burhoniddin ismli avliyo zot o'tadilar, tasavvuf shayxi va u kishi Kosonsoyda tug'ilib, Kosonsoyda vafot etadilar va Kosonsoydagi sandiqli mozoriga dafn etiladilar. Bu haqidagi ma'lumotlar Mahdum A'zam Kosoniyni nabiralarini asarlari bo'lgan Jamiul Maqomatda berilgan va shu bilan birga bu haqidagi ma'lumotlar Mutahabbat Tavorix asarida Hakimxon To'rani asarida ham berilgan bu ma'lumotlar. Endi bu Said Burhoniddin umuman o'sha Sulton Ilikmoziy avlodlaridan naslda hozirgacha mashhur 3 ta Burhoniddin ismli tasavvuf shayxlar o'tgan. Bu birinchisi Burhoniddin Qilich, u kishining nabiralari va undan keyingi naslda davom etgan bu Said Burhoniddin ismli u kishining o'g'illari Said Jamoliddin, u kishining o'g'illari Said Jaloliddin, u kishining o'g'illari Said Ahmad Jaloliddin Kosoniy Mahdum A'zam bo'ladi. Mana shu yerga dafn etilgan inson, ya'ni musulmon dunyosida 3 ta insonga A'zam unvoni berilgan. Shundan bittasi bobo kalonimiz ulug' tasavvuf shayxi, mashhur olim bu kishi Mahdum A'zam Said Ahmadga berilgan edi. U kishidan 32 ta asar yodgor sifatida qolgan. Endi Said Burhoniddin Qilichning avlodlari Farg'ona vodiysida, xususan Turkiston zaminida mavjud bor. Bugun ham yashashyapti, ziyoratgohlari bor. Biz bevosita Mahdum A'zamga to'xtaladigan bo'lsak, Mahdum A'zam avlod u kishining 4 ta xotinlari bo'lgan va manbalarda u kishining 13 ta o'g'il farzand ko'rganliklari yoziladi. Shulardan bittasi Koson Saidlaridan Mavlono Mavlud Tolib Yusufning qizlari Ruqya ismli o'sha qizlaridan tug'ilgan farzand Muhammad Amir xo'ja, uni Kattaxon xo'ja ham deyishadi, Kalonxon xo'ja deyishadi.
Hoji Kalon deyishadi. Hoji Kalon. Mana u kishi katta farzand, alohida bir tariqatga asos solganlar va u kishi Samarqandda Amir Temur tomonidan bunyod etilgan bog' balandga dafn etilganlar. Endi umuman Maxdumzodalar avlodida bir insongagina Hoji Kalon unvoni berilgan. Ya'ni o'sha Muhammad Amin xo'jaga, to'ng'ich farzandlariga, boshqa hech kimga berilmagan. U kishi 1517-yil tug'ilganlar, 82 yoshlarida vafot etganlar. Ayrim joylarda hozir tarixiy manbalarga zid ravishda ba'zi shaxslarni Hoji Kalon unvoni bilan aytib turib, mana shunday inson bo'lgan deb yozib chiqishyapti. Ma'lumotlar bular umuman yolg'on ma'lumotlar. U kishidan boshqa odamga Hoji Kalon unvoni berilgan emas. Endi Maxdum Azam avlodlaridan juda ko'p olimlar yetishib chiqqan. Misol uchun Musoxon xo'ja Dahbediy, Kattaxon xo'ja Dahbediy, Opoqxo'ja Eshon, mana bugungi kunda Xurshid Davron, Komilxon Kattayev, deysizmi, Gulnoza Kattayeva, Olimxon Usmonov, Alixon To'ra Shokirxon To'ra, Olimxon To'ra yoki bo'lmasa Nodim Namangoniy, bular hammasini qo'llarida shajaralar bor. Yoki Namangan davlat universitetining dotsenti Nuriddinov Abdulvohidxon aka, Kosonsoyning o'zida ham Maxdum Azam avlodlari bor. Muhammad Amin xo'ja, Muhammadxon Aminov, bular hammasi Maxdum Azam avlodlari hisoblanadi. O'sha asrlar davomida avlodlardan avlodlarga qo'lma-qo'l yetib kelgan shajaralar ularning qo'llarida bugun mavjud. Endi yana ba'zi joylarda Maxdum Azam avlodi deb bir shaxsni ko'rsatishyapti. Bu Eshon Abulmoniy xo'ja yoki Abulmoniyxon deb. Umuman mana Dushanbedan yaqinda chiqqan 5 jildli kitob bor. Az nasabnomai Saydzodagoni Movrib Nahr degan. Unda keyingi shu 1000 yil ichida Said Burhoniddin naslidan tarqalgan insonlarning hammasini ismi shariflari berilgan. Xususan 16-asrdan keyingi Maxdum Azamdan tarqalgan Saidzodalarning ismi shariflari keltirilgan. Bu asarda o'sha berilgan ro'yxatda biron bir joyda Maxdum Azamdan tarqalgan avlod sifatida na Eshon Abulmoniy xo'jani, na Abulmoniyxonning nomi yo'q. Bunaqangi inson o'tgan emas. To'g'ri, shunday shaxs o'tgan. Eshon Abulmoniy xo'ja u Saidlardan bo'lgan, lekin Maxdum Azam avlodi emas. U boshqa bir inson. Adashtirib yurishdi, yana noto'g'ri, yaxshi asosi yo'q ma'lumotlar. Ularning avlodlari masalan Namanganda faqat Kosonsoyda bor, Sandiqli mozorda Said Jaloliddinning qabrlari ham, Said Jamoliddinning, Said Burhoniddinning, boshqa hamma Maxdumzodalarning qabri Kosonsoyda, Sandiqli mozorda. Shu bilan birga Namangan shahrida Nodim Namangoniy ham Maxdum Azam avlodidan bo'ladilar. Bugun avlodlarning qo'lida o'sha Maxdum Azam avlodi ekanligi haqidagi shajara, nasabnomalar turibdi. Shuningdek, Nuriddinov Abdulvohidxon aka, u kishi ham qo'llarida u kishi o'sha Maxdum Azamning ikkinchi ayollarini to'ng'ich o'g'illari Muhammad xo'ja naslidan bo'ladilar. Ularning ham qo'llarida shajaralari mavjud. Shuning uchun biz tarixga baho berishda o'sha ulug' avliyolar, aziz avliyolarga baho berish, ularning qabrlari masalasida albatta manbalarga tayanishimiz kerak. Aks holda soxta ziyoratgohlar vujudga keladi. Insonlar tarix sohasida yana qaysidir ma'noda yolg'on aldovlarga duchor qilinadi. Rahmat, salomat bo'ling.